Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 20-may navbatdagi uchrashuvimizni davom ettiramiz sizlar bilan. Mana bugun hozir uchrashuvimizda 4 ta tadbirkorimiz turibdi. Xo'sh, siz nima maqsadda kelgansiz bizim bankimizga? Qarz kredit. 50 million. Aha. Lekin mikrokredit yo'q. Mashinani. Mikrokard, Express mikrokardimizdan 50 million kredit olyapmiz. Tadbirkorlik qilish uchun. Bo'ldi, hozir hujjatlaringizni topshirdingizmi xodimlarga? Topshirganmiz, bo'ldi, xodimlarga topshirib beramiz. Xodimlar ko'rib berib, tez kun emas, uzoq ertagacha hujjatlaringizni rasmiylashtirib, kredit chiqarib beradi. Boshqa masalangiz yo'qmi? Yo'q. Siz maqsadga keldingiz? Meni mahallamda kredit chiqarmoqchiman. Mening mahallamda dastur asosida kredit chiqarmoqchisiz. Qancha kredit olyapsiz? 12 million. Tadbirkorlik qilish uchun. Aha. Hujjatlarni taqdim qildingizmi? Taqdim qildim. Ko'rib chiqyaptimi? Chiqyapti. Bo'ldi, nasib bo'lsa hujjatlaringizni taqdim qilgan bo'lsangiz, xodimlarga topshirib beramiz. Kreditingizni bugun ham uzoq ertaga rasmiylashtirib beradi. Boshqa nima masalangiz bor bankda? Masala yo'q shu. Opa, sizga nima masala bo'yicha kelgansiz? Assalomu alaykum. Shu yeni mahallam tadbirkorligi bo'yicha 20 million kredit chiqarishni. Nima maqsadda olyapsiz opa? Chorvachilik kengaytirmoqchi. Kengaytirmoqchi. Bormi chorvachilikni kengaytirish uchun joylaringiz bormi? Bojxona qaraydigan joy? Bor. Bo'ldi, hujjatlar berdingizmi? Mana endi taqdim. Bo'ldi, taqdim qilsangiz biz xodimlarga ko'rib beradi. Mayli. Xudo xohlasa kreditingiz kunga chiqarib beramiz. Rahmat. Opa, sizniki nima masala bo'yicha kelgansiz? Assalomu alaykum. Mening mahallam nimasi bo'yicha kredit chiqarmoqchiman. Aha. Nima bilan shug'ullanasiz o'zingiz? Tikuvchilik bilan. Tikuvchilik? U bilan chiqarib mashinalarni olganman. Aha. Endi shuni rivojlantirish uchun yana 12 million kredit chiqarmoqchiman. 17 million. Bo'ldi, 17 million bo'lsa, joyingiz qayerda edi sizda? Qorasuv mahallasida. Oldin kreditingizda muammo yo'qmi? Yo'q, oldin yana 1 yilda yopganman. Iloji boricha bu bankdan. Bo'ldi, hujjatlar taqdim qildingizmi yo'qmi? Taqdim qildim. Bo'ldi, bo'lmasa hozir ko'rasiz, hozir hammalaringiz bo'yicha topshirib beramiz. Navbat bilan, faqat navbati bor o'zini, shu navbati bilan kreditingizni bugun uzoqdan ertaga chiqarib beradi. Bo'ladi. Sizdagi aka bir klikka cho'zilishi mumkin, sababi aka sizdagi garov rasmiylashtirayotganda salbilar cho'zilish holatlari bo'lishi mumkin. Unga ham nima qilmaymiz, va tezlashtirib uzoq ertaga bo'lmasa uzog'i indin kuni kreditingiz qo'lingizga chiqarib beramiz. Plastik kartaga indin tushirib beramiz. Xo'sh, boshqa nima muammolaringiz bor boshqa? Boshqa muammolaringiz bo'lsa, rahmat sizlarga kattakon. Rahmat, bugungi uchrashuvimiz yakunlandi.